Kuruvda ichmay qo'yganimiz ham ancha bo'pti ya. Ha, nimasini aytasan? Bugun birga yuraylik. O'rtoq, ming bor uzr. Nima bunga uzatyapsan? Bu ichmay qo'ygan-ku. Nima deyapsan? Bu erkak, bu ichadi. Yoshni majburlama, ichishni tashlaganman, to'g'risi. Men seni erkak deb katta ketib qo'ydim. Pazor qilding-ku. Va hech bo'lmasa bir qo'plam icha ber. Qaytib seni kurugda tema qilmaymiz. Erkakligingga tan beramiz. Oshna shuncha gapdan keyin ichmasang erkak emassan. Xo'p, shu bir xo'plamni ichsam erkak bo'lamanmi? Bo'pti, men ichib beraman. Lekin senlar ham oldin bitta savolimga javob ber. Qaysi farzand maktabda meni otam uyga ichib kelib, onamga qo'l ko'taradi? Erkakda erkakligini ko'rsatib qo'yadi, isbotlab qo'yadi deb maqtanganini eshitgansanlar. Ha? Ha, jimsanlar. Qaysi ota mahallani boshida turib olib, meni o'g'limni ko'ryapsanmi? G'irt alkash, ichib ko'cha-kuyda mast bo'lib yotadi deb faxrlangan. Ha, dimlaring ichingga tushib qoldi. Karilla, gapirayotganding-ku. Erkaklar davrasini ochib beraymi? Oila a'zolari, yaqinlari faxrlanmaydigan erkakni erkakligidan nima naf? Agar ichgan odam erkak bo'lsa, menga bunday erkaklikning keragi yo'q.